o'sha Pop tumanidagi bir ovloq joydagi, sirli joydagi, ya'ni ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan bir ziyoratgohni qidirib davom etyapmiz yo'limizda. Bu atrof to'g'risi gap o'ta ovloq joy. Pop tumanida bunaqa ovloq joy borligini ko'pchilik ham bilmasa kerak. Biladiganlar ham ko'p boru. Qarang, bu tomonda, bu yaqin atrofda agar mana osmondan samolyot uchib qolmasa boshqa shovqin yo'q. Qarang, tabiatni sukunatini ko'ryapsizmi? Tinch. Mana shu tomondan tushib kelyapman hozir soylikka qarab. Qani izlab Makkani topib borgan odamlar o'sha qadim zamonlarda, texnika bo'lmagan zamonda ham eng yomoni alam qiladigan joyda izlab o'sha Makkani topolmasang qiyinda. Topib borsang qancha qiyinchilik bo'lsa ham qiyinchilik chiqib ketadi, lekin oxiri nihoyasida borib hech narsani topolmasang alam qiladi. Lekin to'g'risi gap, Xudo xohlasa, Xudo kuch-quvvat berib yo'ldan adashmay tursa, sog' salomat topib borib sizlarga tanishtiraman do'stlar. Ketdik.